Assalomu alaykum Yakkasaroy tuman aholisi hamda tumanimiz mehmonlari. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-sentyabrda 589-son qarorini ijrosi hamda to'y hasham va marosimlarni ixcham, oila imkoniyatlariga xos ravishda tashkil etishni nazarda tutuvchi maromiylik dasturi doirasida uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Ushbu uchrashuvlarda Yakkasaroy tuman aholisi, ya'ni mahallalarimiz nuroniylari, oqila ayollari faol ishtirok etmoqdalar. Maromiylik dastur asosida to'y va marosimlarni o'tkazishda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, milliy qadriyat va an'analarni asrab, avaylab, zamonaviy talablarga mos tarzda o'tkazish masalalari muhokama etib kelinmoqda. Muhokamada mahalladagi nuroniylar, hayotiy tajribaga ega bo'lgan keksalar, oqila ayollar harakati hamda to'y marosimlarini o'tkazishni rejalashtirilgan aholi o'rtasida to'y marosimlarini o'tkazishda maromiylik talablari, ya'ni mehmonlar sonini cheklash, to'y faqat yaqin qarindoshlar va do'stlar davrasida o'tkazish, ortiqcha isrofdan saqlanish, milliy urf-odatlarga rioya qilish, ortiqcha qo'shiq yoki chiqishlarsiz ma'naviy tarbiyaga yo'naltirilgan tartibda qarzga to'y qilmaslik, yoshlarni ortiqcha qarz va yoki majburiyatlarga solmaslik kabi takliflar bildirilmoqda. Maromiylik dasturi asosida to'y va marosimlarni o'tkazish bu O'zbekistonda odob, axloq, milliy qadriyatlar va iqtisodiy tejamkorlikni inobatga olgan holda to'ylar, aza va boshqa marosimlarni tartibli, ma'naviy va kamsarf o'tkazishni nazarda tutadi. Ushbu 90 kunlik maromiylik loyihasi doirasida sizlardan ortiqcha isrofgarchilikdan saqlanishni hamda to'y hasham marosim va ma'rakalarni ixcham o'tkazishda aksiyamizda faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.